Bugün biz uzun balonda fayzli bir xonadondamiz. Bu yerda Chortoq Tunkifon ustalarida bitirishga ish haqida gaplashamiz. Ko'rib turganingizdek, ular bugun ikkita darvozaxona hamda o'stirmani Tunkifondan chiroyli qilib patologini tayyorlashgan. Hozir obzor qilamiz. Ko'rib turganingizdek, ustalarimiz zamonaviy dizayn usulida chiroyli qilib, skromniy qilib Tunkifondan patologlarni tayyorlashgan hamda ko'cha va ichki o'stirmalarimizni ham chiroyli qilib Tunkifondan tayyorlab berishgan va vodostoklarni ham tushirishgan. Sizga ham shunaqa Tunkifon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarsa, ko'p turganingizdek, bolalar yaxshi aql birgada ekan, chiroyli qilib ish qilib berishdi. Hatto uy egalari ham juda minnatdor bo'lishdi. Turganingizdek, ushbu darvozaxonamizga 135 kvadrat Tunkifon ketgan va chiroyli qilib tayyorlab berishgan ekan. Sizga ham shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda ustalar telefon nomerini qoldirib, bemalol aloqaga chiqib, uyingizni chiroyli dizaynda skromniy qilib patologlarni Tunkifondan tayyorlatsangiz bo'ladi. Ishlariga garantiya berishar ekan. Chortoqda bunaqa ustalar juda kam bo'ladi. Videoga like bosib, obuna bo'lishingizni chiqmasin. Hammangizga katta rahmat.